Sochlaringiz qurib ketdimi? Sochlaringizni sog'lom holatda olib qolishni xohlasangiz, aslo magazindagi yog'li preparatlardan foydalanmang. Chunki ximический biologik moddasi bir-biriga teskari ishlab, qarroq yomon bo'ladi. Ayniqsa imbir degan narsa bor. U imbirni surganingizda qizib, yaxshi bo'lganga, poslushniy bo'lganga o'xshaydi, lekin bir haftadan keyin ajoga bo'lib kuyib ketadi. Yuzingizga qanaqa uhud qilsangiz, sochingizga ham namlantiruvchi uhud qildirishingiz shart. Agar sochingizni jilokorligini yo'qotishni xohlamasangiz. Chunki bo'yalgan sochlar yoki termozashitasiz kuydirilgan sochlardan yog'li preparatlarni ishlasangiz, bir-biriga teskari ishlab, kutgan natijangizni ola olmaysiz. Professional shampun, professional maskalardan foydalaning. Aslo shampun plus konditsioner, balzam plus shampun unaqa mahsulotlar ishlatmang. Chunki ular bir-biriga moddalari almashtirganda siz xohlagan effektni bermaydi.